Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi fanidan Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining rivojlantirish markazlarida ta'limiy faoliyatga rahbarlik qilish metodlari mavzusida ma'ruza mashg'ulotini o'tamiz. Reja: Maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyachisining rivojlantirish markazlarida ta'limiy faoliyatga rahbarlik qilish metodlari. Ikkinchi rejamiz rivojlantirish markazlari va umumiy guruh bo'lib ishlash tashkil etiladigan ta'limiy faoliyatning bog'liqligi. Uchinchi rejamiz maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda rivojlantirish markazlarini tashkil etishning asosiy sharti. Foydalangan adabiyotlarimiz: ortiqchasini top o'yinimiz bor. Bu ortiqchasini top o'yinimizda Ilon Maskning so'zi hamda tayanch so'zlarimizdan iborat. Biz hozir buni sizlarga beramiz va topasizlar. Bunda Ilon Maskning so'zlarini topib olasizlar. Tayanch so'zlarimiz esa bilim, ko'nikma, malaka, ilm, markaz, ta'lim, kompetensiya, pedagogika, qalam, didaktika, fan, tadqiqot. Savol: mustaqil ta'lim topshiriqlarimizda berilgan topshiriqlarimizni savol tariqasida beraman. Sizlar esa ushbu savollarni bajarib ketasizlar. Birinchi savolimiz: tarbiyachining pedagoglar bilan o'zaro hamkorlik ish rejasi qanday tartibda olib boriladi? Ikkinchi savol: maktabgacha yoshdagi bolalarning, ya'ni 6-7 yosh bolalarning tayanch kompetensiyalari haqida ma'lumotlar berasizlar. Uchinchi savolimiz: tarbiyachining pedagoglar bilan o'zaro hamkorlik ish rejasi qanday tartibda olib boriladi? Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisining rivojlantirish markazlarida ta'limiy faoliyatga rahbarlik qilish metodlarini ko'plab jihatlarni o'z ichiga oladi. Quyidagi ba'zi metodlarni misol qilib keltirib o'taman. Birinchi metodimiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin metodlari. Bu bolalarni o'rganish jarayonida faollik ko'rsatadigan, o'zlarining yangi bilimlarini va ko'nikmalarini o'zlashtirishga yordam beradigan pedagogik metoddir. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yin nafaqat ko'ngilochar faoliyat, balki ularning psixologik, kognitiv, aqliy, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishda muhim rol o'ynaydi. O'yin bolalar yordamida o'z dunyoqarashini shakllantirishda, yangi bilimlarni o'rganishda va atrof muhitni o'zlashtirishda muhim vosita sanaladi. Ta'limiy o'yinlar. Ta'limiy o'yinlar bolalar o'rganishni qiziqarli va samarali tarzda o'zlashtirish uchun ta'limiy o'yinlar yordamida va bilim ko'nikmalarini mustahkamlashadi. Bu o'yinlar bolalar uchun o'rganish jarayonini qiziqarli qilib beradi. Rolli o'yinlar. Rolli o'yinlar bolalardagi turli ijtimoiy rollarni bajarishga yordam beradi va ular atrof muhitga oid turli vaziyatlarni o'rganadi. Bu o'yinlarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishi uchun juda muhim sanaladi. Jismoniy o'yinlar. Jismoniy o'yinlar bolalar motorikasi, jismoniy kuchi va koordinatsiyasini rivojlantiradi. Ular bolalarni sog'lom bo'lishi, yaxshi kayfiyatda bo'lishi va jismoniy rivojlanish uchun zarur deb hisoblanadi. Musiqiy o'yinlarimiz. Musiqa va ritm bolalarning emotsional rivojlanishiga, nutq va eshitish qobiliyatlarining ijodiy ta'sir qiladi. Musiqa o'yinlari bolalar uchun fikrlarni ifodalashda va hissiyotlarni anglashda juda katta samara beradi. Tabiatni o'rganish o'yinlari. Bu o'yinlar orqali bolalar tabiat bilan bog'lanish orqali atrof muhitni o'rganadi. Bu o'yinlar bolalarda ekologik tafakkurni va tabiatga nisbatan hurmat qilishi rivojlanadi. Mantiqiy o'yinlarimiz. Mantiqiy o'yinlar bolalarda fikrlash va diqqatni rivojlantiradi. Bu turdagi o'yinlar bolalarda analitik fikrlashni, diqqatni va xotirani mustahkamlaydi. Interaktiv o'yinlar. Bolalar interaktiv o'yinlar orqali bir-biri bilan muloqot qilishni, fikr va his-tuyg'ularni almashishni o'rganadi. Loyiha faoliyati. Bu navbatdagi metodimiz. Loyiha faoliyati bolalar bilan birgalikda kichik loyihalarni ishlab chiqish, ularni rejalashtirish va bajarish orqali ularga mustaqil ishlash ko'nikmalarini o'rgatishdan iboratdir. Loyiha faoliyatining asosiy maqsadi nima? Asosiy maqsadi bolalarda o'rganishning faol, interaktiv usullarini taqdim etish, ularning mustaqil fikrlashi, ijodiy qobiliyatlarini va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdan iboratdir. Loyiha metodlari maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar uchun nafaqat bilimlarni o'rganish, balki haqiqatda ular amaliyotda qanday qo'llanilishini ko'rish imkoniyatlarini yaratadi. Loyiha faoliyatining afzalliklari nimada?
Loyiha faoliyatining afzalliklari bolalarda faol o'rganish muhitini yaratadi, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi, jamoada ishlash ko'nikmalarini oshiradi hamda bolalarda mas'uliyatni his qilishga ko'maklashadi. Loyiha faoliyatining turlari. Mavzu bo'yicha loyiha faoliyati. Bunda maktabgacha ta'limda bolalar turli mavzularni o'rganish uchun loyihalarni amalga oshiradi. Bunday loyihalar orqali ular atrof muhitni, tashqi olamni yoki o'zi qiziqadigan biror bir mavzuni o'rganadi. Ijtimoiy loyiha faoliyati. Bunda bolalar o'zi yashayotgan jamiyatdagi muammolarni o'rganib, ularga yechim topishga harakat qiladi va bu o'yinlar ularning har qanday ishlar faoliyati orqali ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Ijodiy o'yinlar. Bu turdagi o'yinlar bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Ular turli qo'llanmalardan foydalanishda, yangi narsalarni yaratishda harakat qiladi. Tajriba o'tkazish va ilmiy loyiha faoliyati. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun soddalashtirilgan ilmiy tajribalarni tashkil etadi. Loyiha faoliyatining pedagogik ahamiyati. Bunda bolalarda mustaqilligi rivojlanadi, ijodiy va analitik fikrlashi oshadi, ijtimoiy ko'nikmalari rivojlanadi. Keyingi metodimiz mavzuli mashg'ulotlar metodi. Har bir mavzuga doir o'quv mashg'ulotlarini rejalashtirish, ularda bolalarning faol ishtirokini ta'minlashdan iborat bo'ladi. Har bir mavzuni chuqur o'rganish uchun interaktiv va qiziqarli mashg'ulotlarni tashkil etiladi. Mavzuli mashg'ulotlar. Mavzuli mashg'ulotlar turli xil shakllarda bo'lishi mumkin. Masalan, tabiiy fanlar, san'at, adabiyot, matematika va boshqa sohalarda bo'lishi mumkin. Har bir mashg'ulotning o'ziga maqsadi, vazifasi bo'ladi. Ammo umumiy maqsad bolalarning qiziqishini uyg'otish va ularda turli fanlarga, madaniyatga oid bilimlarni tanishtirishdan iboratdir. Mavzuli mashg'ulotlarning ba'ziga misollar keltirib o'tamiz. Tabiat va atrof olam muhiti haqida mashg'ulotlar. Biz bilamizki, rivojlantirish markazlarimizda 5 ta rivojlantiruvchi markazlarimiz bor. Ilm-fan va tabiat markazimizda faoliyatlarni olib borsak bo'ladi. San'at va ijodiy faoliyat mashg'ulotlarimiz. Bunda san'at markazimizda faoliyatlarni olib borsak bo'ladi. Matematika va raqamli mashg'ulotlarimiz. Qurish yasash va applikatsiya konstruktlash markazimizda faoliyatlarimizni olib borsak bo'ladi. Adabiyot va hikoya mashg'ulotlarimiz. Bunda badiiy adabiyot, ya'ni syujetli rolli o'yinlarimiz orqali faoliyatlarimizni olib borsak bo'ladi. Syujetli rolli o'yinlar orqali bolalarning nutqi, atrof muhitga bo'lgan holatlarni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish. Bu jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzi jismoniy rivojlanishlarda olib boriladi. Individual yondashuv. Bu keyingi metodimiz. Har bir bolaning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olib, ularga individual yondashishda, qo'llashda, bu bolalarni o'ziga xos qobiliyatlarini va qiziqishlariga mos ta'lim berishda yordam beradi. Muloqot va munosabatlarni rivojlantirish. Bunda tarbiyachi bolalar bilan doimiy muloqotda bo'lishi va ularni tinglashi, zarur bo'lganda ularga yordam berishi, ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishiga yordam beradi. Muloqot va munosabatlarni rivojlantirishning asosiy maqsadlari: emotsional barqarorlikni rivojlantirish, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, o'zaro hurmat va xulq-atvorlarni o'rganish hamda o'zini ifodalash va muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirish. Muloqot va munosabatlarni rivojlantirish metodlari: samarali tinglash, interaktiv o'yinlar, qo'llab-quvvatlovchi muhitlar, tarbiyaviy hikoyalar va ertaklar, ko'rgazmali materiallardan foydalanish. Muloqot va munosabatlarni rivojlantirishning afzalliklari nimada? O'zaro tushunishni oshirish, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, emotsional intellektni oshirish, o'zini hurmat qilishni rivojlantirish hamda yaxshi jamiyatni shakllantirishdan iborat. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash bu navbatdagi metodimiz. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, masalan, interaktiv metodlar va o'yinlar orqali ta'limni yanada qiziqarli va samarali olib borish juda ham kerakli va bugungi kun dolzarb mavzulardan biridir. Jamoaviy faoliyat. Bunda bolalarni guruh bo'lib ishlashga o'rgatish va ularning ijtimoiy ko'nikmalarini mustahkamlashga juda katta yordam beradi. Jamoaviy faoliyatning asosiy maqsadlari nima? Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, hamkorlik va guruhda ishlashni o'rgatish, kommunikatsiya va muloqot ko'nikmalarini oshirish, o'zaro hurmatni rivojlantirish, liderlik va mas'uliyatni rivojlantirishdan iboratdir. Jamoaviy faoliyatning metodlari. Jamoaviy faoliyat metodlari guruh ishlari va o'yinlari,
rol o'ynash o'yinlari, birgalikda ijodiy ishlar, guruhlarda bo'lishi va munosabatlarni tashkil etishi, o'zaro yordam va qo'llab-quvvatlashi, jamoaviy qarorlarni qabul qilishdan iborat. Jamoaviy faoliyatning afzalliklari nimada? Ijtimoiy ko'nikmalarni mustahkamlaydi, o'zaro yordam va qo'llab-quvvatlashadi, o'zini va boshqalarni tushunishga yordam beradi, mas'uliyat va liderlik qobiliyatlarini rivojlantiradi, bir-biri bilan bo'lgan hurmat va ishonchni oshiradi. Topshiriq, uyda bajaradigan topshiriqlarimizni aytamiz. Birinchi topshiriq: ilk qadam davlat o'quv dasturi haqida to'liq ma'lumot berasiz. Birinchi topshiriq slaydimizda tagida linki ko'rsatib o'tib ketilgan. Ikkinchi topshirig'imiz: ilk qadam davlat o'quv dasturining 9-ilovasidan 10-ilovasidan 10 tadan savol va anagramma tuzasizlar amaliy darslarda qo'llash uchun. Buning ham linki ko'rsatib o'tib ketilgan. Shuning bilan bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.